Demak, bugungi darsimizda unlilar tasnifi haqida gaplashamiz. Unlilar tasnifi bu fonetika bo'limida o'rganiladi. Unli tovushlarni qanday talaffuz qilinadi, qanday chiqadi va unlilarni talaffuz qilganimizda qaysi nutq a'zolarimiz qanchalik ishtirok etadi, shunga ko'ra guruhlarga bo'lish unlilarni tasnif qilish deyiladi. Bizda testlarda ham xuddi shu ko'rinishda savollar tushishi mumkin. Demak, unlilar qanday paydo bo'ladi desak, unlilar mana shu bizni tana a'zoyimiz deydigan bo'lsak, qorin bo'shlig'ida ma'lum bir havo paydo bo'ladi. Ana o'sha havoning hech qayerga urilmasdan to'g'ri chiqib ketishi natijasida unli tovush paydo bo'ladi. Unli bo'ladigan bo'lsa, u qayergadir urilib keyin chiqishi kerak. Unli tovushlar esa to'g'ridan to'g'ri chiqib ketadi. Unlilar tasnifi 3 guruhga bo'lib tasniflanadi. Ya'ni 6 ta unlini og'izning ochilish darajasiga ko'ra, ya'ni A, E, I, O, O, U 6 ta unlimiz talaffuz qilganimizda bizning og'zimiz 3 xil ochiladi. Yuqori tor, o'rta keng hamda quyi keng. Yuqori tor deyilishining sababi, demak, unlilar havo chiqayotgan paytda bizni jag'imiz ochilgan holatda yuqoriga ko'tariladi. Yuqoriga ko'tarilgandan keyin o'z-o'zidan og'iz torayadi. Shuning uchun ham yuqori tor deyiladi. O'rta keng o'rta holatda qoladi. Quyi keng desa jag' quyiga tushadi. Jag' quyiga tushganning hisobiga og'iz kengayadi. Shuning uchun quyi keng deyiladi. Demak, u i ni talaffuz qilganimizda jag'imiz yuqoriga ko'tariladi. Jag'ni pastga tushirib u deyish mumkin emas. Bunga biz talaffuzda qiynalamiz. Chunki buni sharti jag' yuqoriga ko'tarilishi kerak, og'iz so'rayishi kerak. O'rta keng o e o'rta holatda qoladi. Quyi keng esa a o deganimizda jag' pastga tushadi. Shuning uchun quyi keng deyiladi. Demak, birinchi tasnif bu. Ikkinchi tasnif bu lablarning ishtirokiga ko'ra. Yana shu 6 ta unlimizni olamiz, a e o o ni. Endi shu unlilar chiqayotgan paytda agar lablar qimirlab harakatga kelsa, lablangan unli bo'ladi. Agar lablarimiz qimirlamasa, lablanmagan unli bo'ladi. O, U unlilarni talaffuz qilganimizda labimiz harakatga keladi. Shuning uchun bular lablangan unli. A, E, I talaffuz qilganimizda esa lablar ishtirok etmaydi, harakatga kelmaydi. Shuning uchun ham bularni lablanmagan unli deyiladi. Keyingi 3-tasnifimiz tilning gorizontal harakatiga ko'ra. Bunda tilimiz gorizontal ko'rinishda harakatga keladi, lekin bu talaffuzda u qadar sezilmaydi. Shuning uchun ikkiga bo'lamiz. Old qator unlilar desa A, E, I, orqa qator unlilar desa O, O, U. Ya'ni lablarning ishtirokiga bo'lgan lablangan unlilarimiz orqa qator, lablanmagan unlilarimiz esa old qatorga kiradi. Buni biz yuqori tonlilar U, I, quyi keng unlilar A, O deb yodlaganimiz bilan doim esdan chiqib qoladi. Shuning uchun buni unlilar tasnif qilish oson ko'rinishi mana bu jadvalda aks etgan. Ya'ni bizga bu 16 ekan degan kalit so'z kerak bo'ladi. Bundagi har bitta unlilarni mana bu jadval ko'rinishida joylab chiqamiz. Masalan, xo'p, unlilar tasnifidan sizga qayerda savol tushadigan bo'lsa, masalan, yuqori tor unlini top, quyi keng unlini top, lablangan unlini top, lablanmagan unlini top desa, bu 16 ekan degan kalit so'zdagi har bitta unlilarni bu 16 ekan. Har bitta bo'g'inda joylashtirasiz. Bu 16 ekan. Bo'ldi, unlilar tasnifi kelib chiqdi. Ya'ni 3 ga bo'lganimiz yuqorida turgan yuqori tor bo'ladi, o'rtada turgan o'rta keng bo'ladi, quyida turgani quyi keng bo'ladi. Endi o'z-o'zidan bu qator lablangan yoki bu qator talaffuz qilganimizda chiqadi. U desak lab qimirlayapti. Shuning uchun u o o lablangan, i e a lablanmagan. Endi birinchida turganlarimiz, ya'ni lablanganlarimiz orqa qator bo'lib qoladi, lablanmaganlar orqa qator. Shu jadvalda aks etadi. Ona tili va adabiyot fanini tez va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying hamda videoni do'stlaringizga ulashing.